Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlarini kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo shulardan qilsin, birodar. Shuning uchun gunohni bilib bilmasdan qilib, odamlar bundan bexabar bo'lsa yoki odamlardan ko'zlaridan bekitib, ustalik bilan qilayotgan bo'lsa, hech kim bilmayotgan bo'lsa, bu Alloh yashirib qo'yyapti. Hayo qilaylik. Hayo qilaylik, uyalaylik. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlarini kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo shulardan qilsin, birodar. Shuning uchun gunohni bilib bilmasdan qilib, odamlar bundan bexabar bo'lsa yoki odamlardan ko'zlaridan bekitib, ustalik bilan qilayotgan bo'lsa, hech kim bilmayotgan bo'lsa, bu Alloh yashirib qo'yyapti. Hayo qilaylik. Hayo qilaylik, uyalaylik. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda